Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Andijon Jahon bozorida video olyapmiz. Yotoqxona sipaning yana turlarini bir tanishtirib o'tamiz. 4 xil, 5 xil komplektimiz bor. Bir tanishtirib o'tamiz. Navbatdagi yotoqxona komplektimiz MDF materialda ishlangan. Bunaqa yo'lkalari ham bor buni, idish teradigan. Taxtalarigacha MDF ishlatilgan. Bu gorkasini o'zini 3 million so'mga qilib beramiz. Hop, 280 joyga tushadi, balandligi 225. 230 joyga tushaveradi bemalol. Yotoqxona komplektini ko'rishingiz mumkin. Yotoqxona komplekti 7 million 300 ming so'm. Dastlabki ustanovkasi ichida vodiy bo'ylab. Shkaflari 6 teshikli. 2 ta g'aladona bor, 3 ga bo'linadi. Termosa 2 chekka eshik, o'rtada 3 ta g'aladona bor. Materiali ham yumshoqqina material. Matrasi 2 tomonlama 3 yil garantiyasi bor. Bulut matras. Razmeriga keladigan bo'lsa 260 shkafi. Termos 1,5 metrlik. Spani matrasning razmeri 220 ga 170 lik. Tumbalari bilan yonma-yon tursa 260 joyga tushaveradi bemalol. Keyingi yotoqxona komplektimiz maloshli materiali cappuccino laminat ishlatilgan. Svitilniklarigacha qo'yilgan. Chekalari ham stanoda bosilgan. Tava kromka bo'lgan. Fonni orqalari ham anaqa butun alohida joyiga qo'yib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Macharka ishlatilgan, po'k emas. Po'k bo'lsa cho'kib qolib, qaytib o'ziga kelmaydi. Shkaf razmeri 2.40 lik, 3 ga bo'linadi bu ham. 2 chekka bichilgan. O'rtasida polka sexlarigacha bor. Matrasi 2 tomonlamali buning. Orqasi diodlari bor. Vakuumli. Buning narxi 7 million 200 ming so'm. Dastlabki ustanovkasi ichida oddiy bo'ylab. Vohalarga kelishgan holatda chiqarib beramiz. Hamyonbop variantda yotoqxona komplektimiz. Material laminat ishlatilgan, bagetlar qo'shilib. Plafonlarigacha bor. Spalnilarda ham. Spalni kalla tomoni bu chekkadan nari chekkagacha 2.15 joyga tushaveradi bemalol. Boshlar ochiladi. Shkafning tagida ham 3 ta g'aladon. Seflarigacha qo'ygan. Shkafning razmeriga keladigan bo'lsa 2.30 razmer. 2.40 joyga bemalol tushaveradi. Taglarida mana sondalargacha bor.
Onunla komplektni 6 million 700 ming so'm oddiy bo'ladi. Dastlabki ustanovkasi ichida qilib beramiz. Hozirgi budjetniy variantimiz oq rangidan bu. Razmerlari o'sha 2.30 lik. Ispaniya kalla tomoni 2.10 joyga tushadi. Trimos 1.5 metrlik. Bunga bagetlargacha ishlatilgan. Matraslari ham 3 yil kafolati bor. Bulut matras. Yotoqxona polni komplekti. Buni ham 6 million 700 ming so'm. Dastlabki ustanovkasi ichida. Vodiy bo'ylab. Vohaga 300 ming so'm yoki 400 ming so'm qo'shilib olishi mumkin. Dastlabkasiga. Ustanovka qilib bera olmaymiz tomonlar. O'sha mashhur Malibu yotoqxona komplektimiz. Boshqacha rangda chiqqan bu. Ko'rishinglar mumkin. Ko'p odam so'raydi bu razmerini. Razmeri 1.90 ga. Bu yog'i 280 joyga tushaveradi bemalol. Shkaf 2.30 lik. Trimosi 1.5 metr joyga tushaveradi bemalol. 70 chiqmaydi. Buni ham pastlarda g'aladonlargacha bor. Bu joyi ayni ta'minot emas. Keyin yotoqxona komplektimiz. Kojali materialda ishlangan. Shkaf old qanotli bu ham 2.40 razmer. Plafonlari boshqacha buni. Soatlarigacha aytib turadi, 3 yil yonadi. Buni trimolar ham aylanadi. 3 ta g'aladoni bor. Diodlargacha qo'yilgan. Matras 2 tomonlama buni. Moshi material ishlatilgan. Ispaniya razmeri 280 joyga tushaveradi bemalol. Yotoqxona komplektimiz polni 7 million 200 ming so'm. Dastlabki ustanovkasi ichida. Kichik, beshak. Abdullah, ona nasamni ishlatdi.